U otasini uyida ochmas edi, siz uni to'ydiradigan. U otasini uyida kiyim sizmas edi, siz unga kiyim olib berolman deb minnat qiladigan. U otasini uyida siz aytgandek kasalvonmas edi, bosh kasaldan chiqmaydi deb aytadigan. U otasini uyida malikalardek yashardi. Hammasidan kechib sizni oldingizga keldimi? Ayolingizni, keliningizni qadrlang. Ayol kishi Allohga omonati, uni xo'rlash omonatga xiyonat. Omonat qilib bergan zot bir kun omonati ustida albatta hisob qiladi. Erkakdan ayolingdan rozimisan deb so'raganda, ayoldan ham rozimisan deb so'raladi. Zulm qilsangiz jazosini, asrasangiz mukofotini albatta olasiz. Shu uchun adolatli bo'ling. Isbotlay olmayman, xohishim ham yo'q. Qanday o'ylasangiz shunday insonman. Bilmadim qaysi payt sizga zararim tekkan. Yomonsan desangiz, mayli yomonman. Ortimdan gapirmang, yuzimga ayting. Ming tosh otilsa ham shukr omonman. Tegmay qoldimikan sizga yo foydam. Yomonsan desangiz, mayli yomonman. Mening qandayligim sizlarga gumon. Alloh o'zi bilar qanday insonman. O'zimga haqman, ko'nglim xotirjam. Siz yomon desangiz, mayli yomonman.